Bu necha kilogacha xamirni qorib beradi mana shu apparat? 50 kilo. Demak, bir qop unni Qop unni nima qiladi bu? qanaqa undan foydalanish kerak? Samarqand noni uchun. Buni faqat qozoq un bilan yaxshi chiqadi. O'zimizning unimiz ham nima bo'ladi-yu, uncha yaxshi chiqmaydi lekin. Hozir aytib, mana bu jarayonda qatnashasizlarmi faqat yoki mana tandirdan non yopishda ham yopa olasizlarmi? Yo'q, faqat ichkarida. Tayyorlab berasizlar, Shavkat aka yopadi. Ha. O'zingiz non yopib ko'rmagansiz-a? Yo'q. Hozir biz buni zvola qilamiz. Har bittasini bitta tortamiz. Zvoladan keyin bu 1 soatmi 1,5 soat damini oladi. Damini olgandan keyin yasaymiz. Buni 1 kilo 600 ziyod. 1 kilo 600 o'zi toshi, yana ozgina og'ir qilaman. Tarzu haqqi bu. Uni opshi aytsa agar 12 soatga ketadi. Xamirdan boshlasa agar ana ertalab 4 ga qilgan bo'lsam agar kechqurun 4 ga chiqadi. 12 soat davom etadi. Shu oilaga kelin bo'lib kirgandan keyin hamma eriga nimasiga yordam beradi-da, sherik bo'ladi-da. Shavkat aka, mana o't yoqqaningizni ko'rdik. Qancha vaqtda tandir isiydi? Mana shu non yopishga tayyor bo'ladi. Qancha vaqt olov yoqasiz? 15 minut, 20 minut. Tayyor bo'ladi mana shu jarayon. Hech mana bu siz o'tinga emas, gazga ham non yopib ko'rgansizmi? Yo'q. Faqat o'tini. Mana tayyorlab qo'yilgan xamir qancha vaqtda mana shu tandurga yopiladi? Qancha vaqt turishi kerak? Umuman qancha vaqtni oladi tayyor bo'lguncha? Hozir tayyor bo'lguncha 13 soat vaqtni oladi. Demak, hozir mana tongi 6 dan o'tayapti. Biz hozir yoqmoqchi bo'lgan nonimizni kecha kechqurun kamida Boshladik-da xamirni tayyorlab qo'ygansizlar. Shu tandirga yopishga ham bir 15 minutga yopamiz. Nonni yopishtirguncha 15-20 minut o'tadi. O'tadi. 40 minut, 45 minut tandirga turadi. Yopilgandan keyin. Ha. Alohida mehr berish kerak, anavi qilish kerak. Odatda non ana bu tushib ketish holati bo'ladi. Bo'ladimi shunaqasi ham? Bunga hech kim garantiya bermaydi. Men bir xil non chiqaraman deb. U nimadan bo'ladi? Bu otash beradi. Hech kim bilmaydi bu. U olovni nimasiga bog'liqmi? Olovda ham emas, bu shunday tandirga ham bog'liq bu. Yoki xamiriga. Xamirga ham bu. Bular alohida hammasiga mehr berish kerak. Tuziga, ana suviga, xamiriga. Shuni mehr berish kerak. Buni hozir tandirni ko'ryapsiz, men issiq tandir qarab turibman. Shuni issiqsangiz tushadi bu non. Siz Shavkat aka necha yoshingizdan boshladingiz non yopishni? Men 19 ga edim. 19. Mana shu o'zingiz davom ettirishim kerak shu kasbda deb boshlagansizda. Ha, shu akam ustozim, mana akam bo'lgan. Keyin siz davom ettirdingiz. Shu akam bo'lgan, mana hozir pishirib keryapman. Bir boshqa bir hunarni ham egallab ko'rishga bir harakat qildingizmi? Qildim, qassobchilik qildim. Qassobchilik. Qildim. Katta oborot pul kerak ekanda bu. Hozir to'xtatgansiz. To'xtatgan. Men shu kasbga kelganman. Hey, shu bilan hozir Xudoga shukr, Xudo bor. ro'zg'or o'tayapti-da. Mana Xudoga shukr.
Uylandik, ana qildik. Mana böyle o'qdi, shu kasindan mana. Shu kasindan bo'ldi. Murod ana shu. Shu akamga rahmat. O'rgandi shuni hunarni. Ha. Bo'lmasa uzilib qolishi mumkin edi-da. Ha, masalan, uzilib qolishi mumkin. Shu endi avloddan avlod o'tib ketyapti. Shunday bo'lyapti. Kuniga nechtadan, jami nechtadan oladi? O'zi shu birisi 20 ta, birisi 40 ta shunaqa non chiqadi. Hozir noningiz mana shu 1 kilo 600 gram deyilgan. Faqat shunaqa katta non yopasizmi? Undan ham kattalar ham zakaz bo'lsa agar endi to'ylarga 3 kiloga, 2,5 kiloga faqat u to'ylarga borku 4 ta, 6 ta shunaqa. Uncha ko'p emas. Eng katta non necha kilogacha yopgansiz? Men 3 kilogina yopganman. 3 kilo. Katta non. Bu qancha vaqt turadi 3 kilo non? Ha, shu vaqt, shu soat hammasi bir xil. Bu maydon non ham shuni turadi bizlarniki. Yo, tandirda. Ha, tandirga shu hammasi bir o'zimiz. Bir vaqtda pishadi. Ha, 45 minutga. U qiyinchiligi Yo'q, qiyinchilik yo'q. katta non bo'lsa ham, kichik non bo'lsa ham bir xil. Shu bir xil chiqib ketasiz tandirga. Kulcha bo'lsa ham chiqasiz shu tandirga, katta non bo'lsa ham chiqib kelasiz. Bir vaqt ketadi. Bir vaqtda bu farqi yo'q. Shu chiqasiz-ku bari tandirga kirasiz-ku. Mana bu Samarqand nonni yuzi yaltirab turadi-da. Bu biror nima qilinadimi? Yo'q, shu mehr beradi-da. Ustiga haloyda. Hech narsa surtmaydi. Yo'q, hech narsa surtmaydi. Shu mehr ana shu. Bu Samarqand noni sizlarga bir sulolaviy an'ana. Ota-bobolaringizdan kelgan. Men haqiqiy Navoiydan Samarqand noniga bir ta'rif deyishmoqchiman-da. Samarqand noni haqiqiy Samarqand non. Samarqand noniga nima ketgan duo. Samarqand noni hammadan nima aziz. Non ham non, ushoq ham non. Samarqand nonini qadrlash kerak. Shu bizlar nima ko'p yildan buyon mana shu navoiychilik bilan shug'ullanamiz. Shu ko'p yildan buyon navoiychilik, oilaviy navoiychilik bizlar ana shu ish bilan. Men 7-sinf edim, non pishirgan vaqtimga men maktabga o'qir edim. Men u vaqt nima mana shunaqa nima texnika apparatlari yo'q edi, qo'l bilan edi. To'g'raga xamir qilib, qo'yib, maktabga borib, kelib, so'g'in non pishirar edim. To maktabga borib kelganimcha rahmatli ota-onam zuvola qilib yasab qo'yar edi. Men maktabdan kelib, tushlik qilib, so'g'in nonni pishirib berar edim. Dadam rahmatli sotib kelar edi. O'sha paytda ham hozir mana qarayapmiz, tandir mana orqangizda o'g'lingiz Shavkatjon bitta yopishda 40 ta non yopyapti. O'sha vaqtda ham shunaqa tandirlar katta bo'larmidi? Ha, bu yer tandir emas edi, devor tandir edi. U vaqtlarga devor tandirga ana shu non pishirib berar edim. 40 ta, 45 ta shunaqa non pishirib berar edim. U vaqt non uncha katta emas edi. 1 kilo 900 gram shunaqa non edi. Hozir nonimiz katta, Samarqand non. O'sha vaqtda Siyob bozor degan nimaga, ana shu yerga, nima ko'chalarga bitta ikkita non sotuvchi bor edi. Bizlar Siyob bozorga sotar edik. Hozir endi Samarqandda hamma joyida Samarqand non bor. Hamma joyga Samarqand non bor. Samarqand non bilan endi mana shu Galosiyo, Registon noni, mana bu boshqa nimalar non bilan Galosiyo noni farqi bor. Qanday farq? Endi aytyapman-ku, Galosiyo noni mana kecha ko'rdingiz, bugun ko'rdingiz, ham chiroyli chiqadi, ham nimasi sifati boshqacha. Samarqand noniga nima farq qiladi? Ob-havosi. Ob-havosi farq qiladi. Bu endi ba'zilar aytadiki, Samarqand non boshqa joyga bo'lmaydi. Men qilib ko'rmagan, bormagan, buni endi bilmayman. Hozir mana Gala Osiyo mahallasi deyiladi-da bu. Aynan Samarqand noniga ham ko'proq urg'u berilganda, aynan Gala Osiyoliklar pishirgan, menimcha. Galosiyo faqat Galosiyoga edi Navoiy. So'ng nimaga edi?
ko'lavatmi nima yer tandurga pishar edi gaz bilan. Bizlar gaz bilan emas, faqat o'tin bilan. Bizlar gaz ishlamaymiz. Ana shu o'tin bilan non, mana bu yeb ichishimiz ham, bir ma'rakamiz ham hammasi non orqasida. O'sha hozir mana gaz bilan yoki o'tin bilan deyapsiz. Buni farqi qanday bo'ladi? Endi non gaz bilan o'tin noni yumshoqroq bo'ladi. Necha kun tursa ham yumshoq turadi. Gaz noni 1 soat to kechqurungacha qotib qoladi, sindirib ham bo'lmaydi. Buni kesib yesangiz ham bo'ladi, kesib ishlasangiz ham bo'ladi. Bu nonga do'q ketgan. Mana shu katta o'g'lim 4-sinf edi, non pishirgan vaqtiga. Birinchi marta siz kelmay qolganingiz yo'q. Ana shu rahmatli tog'asi o'rgangan. 4-sinf edi, non pishirgan vaqtiga. Hozir ham katta o'g'lingiz hozir ham non pishiradimi? Yo'q. Asosan Shavkat. Hozir nima beliga grijasi bor. Hech afsuslangan holat ham bo'ladimi? Yo'q. Yo'q, mana shu yeb ichisham, ma'raka qilisham, bir joyga borisham, shu navoiylik orqasidan manga. Mehnatimizga yarasha bir ozmoz qoladi, shu yeb ichishimizga, ma'raka qilishimizga, bola boqishimizga ana shu navoiylik bilan. O'zim nafaqa puli hech nima bo'lmaydi. Hamma nogironman, shunaqa.